sizlar bilan umrimda biror marta qilib ko'rmagan ishlar haqida gaplashamiz va yangi videolarim uchun make-up qilamiz. Hech qachon hali sochimni bo'yab ko'rganim yo'q, ammo juda ham xohlardim bunaqa granatoviy, vishnyovый, temный, bordoviy o'shanaqa svetga qilishni. Make-up qilishlaringizdan oldin maslahat berardim. Avvalo yuzlaringizni namlantirib olishlaringizni. Bugun bizni yuzimizni shabattirib namlaydi makiyajdan oldin. Ham koreyskiy brend. Ikkinchisi esa men hali umrimda biror marta linza taqib ham ko'rmaganman. Bir marta salonga meni model qilib chaqirishgandi, menga obraz yaratishgandi va o'shanda menga linza taqishga harakat qilib ko'rishgandi. Ammo taqish olmagandi va modelni ko'zi qizarmasin deb hech narsa taqishmagandi keyin. Ammo ko'pchilik meni ko'zimga nimagadir linza bor deb o'ylar ekan. Yuz bo'yash haqida alohida bir texnikam yo'q. Qanday xayolimga kelsa shunday bo'yayveraman va oxirida nimadir hosil bo'ladi. Go'sal chizish, go'sal chizish strelka chizishdan ham ko'ra qiyinroq. Va keyingisi esa menga ko'p juda ham beriladigan savollardan biri. Balki sizlar ham meni oldin ko'rganlaringizda xayollaringizga shu savol kelgandir, ya'ni meni kipriklarim. Ko'pchilik mendan siz ularni ulaganmisiz deb so'raydi, ammo men biror marta hali ham umrimda kiprik ektirmaganman va bu siz ko'rayotganingiz odatda effekt. Hozir effekt yo'q. Effekt bor. Yana qaytib yo'q. Shunaqa gaplar bu shunchaki effekt. Men unchalik makiyaj qilishni juda ham zo'r bilaman deb o'ylamayman, lekin juda ham ko'pchilik so'raysizlar, bilmayman nimaga so'raysizlar. Mayli, oldim. Ammo ololmayman. Men bu yana olmayman, to'g'ri. Men hech qachon O'zbekistondan tashqariga chiqmaganman va tabiiyki hech qachon samolyotga ham minib ko'rmaganman. Ammo juda ham xohlardim birinchi uchgan joyim bu Koreya bo'lishini va aynan o'sha payt birinchi marta samolyotga minishni. Yuzimga hech narsa surtmayman, asosan SPF. Ammo o'tir uyda bo'lganimiz uchun shunchaki namlantiruvchi kremni o'zi yetadi. Nimadir yetishmayapti-da. Kun strelkachalarimni boshqacha chizib ko'ramiz. Baho berasizlar, qanday yarashdimi yo oldingilar yaxshi edimi? Hozircha shunaqa gaplar edi. Men umrimda qilib ko'rmagan ishlar juda ham ko'p, ammo juda ham xohlardim sizlarga ko'rsatishni aynan birinchi marta qilib ko'rayotgan paytimga. Rangim qandaydir qizil, svet настроение красный, shu uchun ozgina shtrix qo'shamiz. Voy, eng shu yomoni cholkamni raspakovka qilish. Eng qo'rqaman shu narsadan, chunki har doim o'xshamaydi. Okay, bismillah. 1 minute. Nima qilsam? Shu yomon. Ko'zimga kirdi. Shu yomon emas, xudo biladi-ku. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Maga anyon.